19. Aytoldi Alikka tilning fazilatlarini, so'zning foydasini aytadi. Alik bir kuni Aytoldini chaqirdi. O'rin berdi va o'ltir deb emladi. Aytoldi adab bilan asta o'ltirdi. Ko'zini yerga tikib gap so'z qilmadi. Alikning Aytoldiga savoli. Alik dedi: "Ey Aytoldi, so'zingni so'zla. Nimishqa shuktursan? Nim bo'lding?" Aytoldining Alikka javobi. Aytoldi dedi: "Ey bag'lab begi, qul o'z begining yuzini ko'sa, aqlini yo'qotadi. Alik buyurmasdan qandoq so'zlay, so'ramasdan avval qandoq o'tinay? Bilimlikning so'zini angla, bo'yin to'lg'ima. So'ramasdan burun so'zingni so'zlama. Kim birini lozim tepib xolab chaqirsa, u o'zi oldi bilan so'z boshlaydi. So'ramasdan avval so'z so'zlaganni hayvon desa to'g'ri aytgan bo'ladi. Yana bilginki, bir narsa so'ramagan baglarga so'z ochqanlar tal va ahmoqdir. Qizil til umringni qisqartadi. Esanlik tilasang, uni qattiq bog'la. O'zini tutgan, o'zini besib, esan omon yashagan kishi nima deydi? Angla. Qaraboshning yig'isi qizil tildir. U natchilagan boshlarni yegan, yanama yeydi. Beshingning omonligini tilasang, tilingga ehtiyot bo'l. Tiling har kuni beshingga xavf yetkazadi. Alikning Aytoldiga javobi. Alik aytdi: "So'zingni tugal tushandim. Tirik kishining so'zlamasligi hargiz mumkin emas. Bilginki, ikki turli kishi bo'ladi. Uning biri bilimsiz, biri kekashdir. Kekashning tili tutilgan, u so'zlayolmaydi. Bilimsizlarning tili so'zni saqlayolmaydi. Bilimsizning tili doim bog'liqda bo'lishi lozim. Bilimli kishi tiliga hokim bo'lishi kerak. Bilimlikning so'zi go'yo yerga suvdekdir. Suv oqqan yerdan ne'mat unudu. Bilimli kishining so'zi tugamaydi. Eqib turgan suzuk buloqning suyi o'ksimaydi. Olimlar chimliq sozliqqa o'xshash bo'ladi. Qayaga oyoq bassa, shu yerdan suv chiqib turadi. Bilimsizning ko'ngli qumdek bo'ladi. Daryo kirsimi to'lmaydi. O't cho'p unmaydi. Aytoldining Alikka javobi. Aytoldi yana shundoq dedi. Alik o'qidi: "Agar tilning ziyni tegsa, tiriklik tugaydi. Inson tirikkan qandoq so'zlamasin? Kishi kerakli so'zni so'zlaydi, yo'shirmaydi. Kishi so'zlashi uchun avval so'rash kerak. So'ramasa so'zni chin saqlash lozim. Ey Alik, agar yaxshi bilsang, so'ramoqlik erkakdir. Uning javobi bo'lsa, tishiga o'xshashdir. Ayolning bir erkak eri bo'ladi. Tug'ilsa, uningdan ikki o'g'il tug'iladi." Alikning Aytoldiga savoli. Alik dedi: "Tushundim. Barcha so'zing haq. Yana boshqa bir so'raydigan so'zim bor. Tilning ziynini so'zladim. Buni angladim. Uning foydasi bormi? To'g'risini aytib ber. Agar tilning ziynidan qo'rqsang, barcha foydali so'zlaring aytilmay qoladi." Aytoldining Alikka javobi. Aytoldi aytdi: "Agar bu til so'zlashni bilsa, so'zning foydasi nihoyat ko'p. Behuda so'z bilimsizning tilidan chiqadi. Donolar bilimsiz kishini hayvon ataydi. Behuda, hojatsiz so'zlarni so'zlash avomning qiliqidir. Qora boshni yeganmi behuda so'zdir. So'z o'rinsiz so'zlansa, ko'p ziyon keltiradi. Agar so'zni joyida so'zlashni bilsa, foydasi bo'ladi. Bilginki, avomning qorni to'ysa, o'kizdek yotadi. Behuda so'zga ovunib o'zini samirtidi. Yeb,
toyup yatqanlar hayvandır. Bu hayvan degenim onun qiliqiga qaratilgan. Bilimli kishilar vujudini upurtudu. Bilim bilan shodlanib, jinini yashnatadi. Vujudning nesivisi bo'g'izdan kiradi. Ruhning nesivisi bo'lgan chin so'z quloqdan kiradi. Qara. Bilimning belgisi ikki narsadir. Bu ikki narsa bilan kishining yuzi yo'riq bo'ladi. Buning biri til, yana biri bo'g'izdir. Bu ikkisini boshqara olsa, daryodek foydasi tegadi. Bilimlik, bo'g'iz va tilga hokim bo'lishi lozim. Bo'g'iz bilan tilni kuzatgan bilimliklar bakka ehtiyojlidir. Alining oyi to'ldig'i savoli. Ali aytdi: "So'zlaringni uqdim, ayon bo'ldi. So'zning asosi nima va so'z qancha turlik bo'ladi? So'z nereden chiqadi va nega boradi? Ey bilimdan, bunu mu bana aytib be? Qanchalik so'zlash va qanchalik so'zlamaslik to'g'risida aqlliq va bilimlik dono nima deydi?" Oytoldining alikki javobi. Oytoldi dedi: "So'zning o'rni sirdir. Söz soni 10 bo'lsa, so'zlanadiğini bir bo'lishi kerak. Birini so'zlab 9'uni tiyig'uluq. Chunki tiyiladigan so'z asli badbo'y bo'ladi." Alining oyit olduğu suali. Ali yana dedi: "So'zning foydasi qanchalik va ziyni qanchalik? Manga ochiq aytib be." Oyit oldining alikki javobi. Oyit oldi dedi: "So'zning foydasi ulug'dir. Söz joyida qo'llanilsa, qo'lni yuksaltiradi. Bilginki, so'zning foydasi tufaylidan bo'z yerdagi kishi yeshil ko'kka o'rlaydi, to'rdi bo'ladi. Agar til joyida so'zlashni bilmasa, yeshil ko'kdagi kishini yerga tushiradi." Alining oyit olduğu suali. Yana aytdi: "So'zning qanchiligi ko'p va qanchiligi oz bo'ladi? Menga ochiq aytib be." Oyit oldining alikki javobi. Oyit oldi dedi: "Ko'p so'z degan shuki, so'ramaganni so'zlab ko'ngilga tegish. Oz so'z so'ralganga berilgan javob. So'zga yarasha qaytarilgan so'zdir. Tilni so'z bilan bezab, uning yuzini ochgan shoir buningga taqlid qilib mundaq degan: "So'zni obdan o'ylanib yaxshi so'zligin. So'ragandila so'zla va tez tugat. So'zni ko'p angla, lekin nurg'un so'zlama. Bilim bilan so'z tuz, farosat bilan so'zla." Alining oyit olduğu suali. Ali aytdi: "Bu so'zlarni tushundim. Yana bir savolim bor, yoshirmay aytdi. Chin so'zni kimdan anglash kerak? So'zni kimga aytish kerak? Buni aytib be." Oyit oldining alikki javobi. Oyit oldi dedi: "So'zni donodan anglab, keyin bilimsizga aytish kerak. Kerakli so'zni ulug'lardan anglash lozim. Ondan kichiklarga aytish kerakki, ular o'zini tutib olsin. So'zni ko'p anglag'uluq, bira-bira so'zligilik. Bilimlik dono menga shundoq degan: ko'p so'zlash bilan kishi olim bo'lolmaydi. Olim ko'p anglab, to'rning beshiga erishadi. İnsan kekash bo'lsa-mu bilim olalaydi. Ammo g'as bo'lsa, bilimga qo'li yetmaydi." Alining oyit olduğu suali. Ali yana aytdi: "Bu so'z tushunishlik bo'ldi. Yana bir savolim bor. Uningga mi javob ber? Tilni shuk tutish kerakmi yoki so'zlashmi? So'zni ochgan yaxshimi yoki yoshirishmi?" Oyit oldining alikki javobi. Oyit oldi dedi: "Ali anglasunki, til bilan so'zlanmasa, bilim shu pet qiliveradi. Tilni so'kishkili bo'lmaydi. Maqtiladigan yerlarimi ko'p. So'zningmi maqtiladigan va so'kiladigan taraflari bor. Sansizligan jonliq mavjudotning hammasi Tangrining birligiga til bilan guvohlik beradi. Tangri tuman minglarcha xaloyiqni yaratdi. Ular Tangrini faqat tili bilan maqtaydi. Vujudi boriki kishi uchun kerak narsa
biri til bilen söz, yana biri köngül. Köngül ve tilni toğru söz üçün yaratkan. Sözü əgri boğalla ot köyüşki mecburlanıdı. Toğru sözünü sözlese paydası köptür. Eğer əgri sözlese daim söküşkü uçraydı. Toğru sözlemekçi bolsan tilin tavrisin. Sözün əgri bolsa undaq sözünü yoşurğun. Sözlemegen adamni kişiler kekeş deyişidu. Köp sözlese nami valah tekkürlerinin beşi boludu. Kişilerinin qadirsizi valah tekkürlerdir. Kişilerinin qadirliki sehi kişidir. Bu sözlerini anlap Əli şatlandı. Közlerini kök tikip kolunu götürdü. Xudaga şükür kılıp köp madhiye okudu. Dedi: Ey igem, mihriban hem azizsen. Senden bana köp yaxşılıq geldi. Men senin itaatsiz günahkar kulunmen. Tilikimni bədin, barca arzularımı yetküzdün. Rahat, mal dünya, davlat ve köp yaxşılıqla ata kıldın. Bunun şükrünü qandaqmı ötəleymen? Ali canab, bunun şükrüsünü özünle ada etkeysen. Ali sözünü tüketti. Xaznisini açtı. Kambag'allar haqqi uchun nurg'un mal tarqatdi. Ali bu oyit oldini qadrladi. Qo'li bilan ihson bersa, tili bilan maqtadi. Uningga vazirlik unvon berib, tamg'a tutqizdi. To'q dumboq bilan savutnimi berdi. Bütün memlekette onun qo'lini uzun qildi. Düşmanlar bo'yin egib, u yerdan yo'qoldi. Oyit oldu, bütün işlarni boshqurdi. Erishgan zamonidan g'urur bilan shatlandı. Xalqi beyidi, memleket tartibga tushdi. Xalqi Ali uchun duo qildi. Xalq nijot topdi. Jafo mushaqqatdan qutuldi. Qo'zi bilan bo'ri billi yuradigan bo'ldi. El ro'naq topdi, qonun tuzildi. Alining davlati kündün kunga ziyoda bo'ldi. Bir qancha muddat ana shundoq baxtda o'tdi. Xalqning va mamlakatning ishi butunlay tuzaldi. Mamlakatda yangi shahar, kentlar ko'paydi. Alining xaznasi oltin kumush bilan to'ldi. Ali dili shodlanib huzurlandi. Nomi va shuhrati dunyoga yayildi.